hech bo'lganmi shunaqa? Ya'ni bir ish qilyapsiz, o'zingizni haqman deb oxirigacha qilasiz, oxirida nohaq bo'lib chiqasiz. Yanglish ish bo'lib chiqadi. Qanday odam noqulay vaziyatga qoladi? Mana shuni paradigma o'zgarishi deydi. Paradigma o'zgarishi deganda bir narsani mana bunday oq desangiz, u oq emas, oqligiga o qadar aminsizki va oq deb harakat qilasiz, oxir oqibat u qora bo'lib chiqadi. Misol o'laroq bir hikoya bilan tushuntirishga harakat qilaman. Bir qiz bor ekan, ko'zlari ojiz qiz ekanda endi. Har doim dunyoni ko'rishni orzu qilar ekan. Dunyo qanaqa ekan, ranglar nima ekan, tun nima ekan, kun nima ekan, daraxtlar qanaqa ekan, qushlar, insonlar, ranglar boshqa. Unga oshig'i bor ekan. Oshig'i bor ekan. Har doim uni bu gaplarni eshitib o'tirar ekan. Keyin bir kuni ma'lum bo'libdi, unga ko'zini beradigan donorlar deydi. Shunaqa chiqib qopti. Qiz juda xursand, o'zida yo'q, xursand. Ko'zlarini jarrohlik amaliyoti qilib ko'z qo'yishdi-da, xullas boya qizga. Qiz dunyoni ko'ribdi boshqa, keyin bir kuni yoniga boyagi oshig'i kelibdi. Qarasa oshig'i ham ko'r ekanda. Boya qiz, "Yo, men sen unaqa deb o'ylamadim men. Men qanday qilib endi ko'rlikdan qutuldim, yana sen bilanmi davom etaman? Men istamayman ko'rlikni va ko'rlarni. Men endi ko'raman dunyoni va dunyoni ko'rayotganlarni istayman" deb yigitni tark etgan ekan. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yigitdan bir xat kelibdi-da, "Azizim, senga bergan ko'zlarimda ehtiyot qilgin" degan. Ya'ni qiz o qadar o'ziga amin ediki, bilasizmi? Voz kechib yubordi, vaholanki ko'zni u bergandi unga. Uni orzularini eshitib, armonlarini nima qilish, ustiga armon olovlarini ustiga suv sepish uchun ko'zlaridan voz kechgandi. Qiz nima qildi? Nega qildi buni? Chunki ortiqcha